Baxt nima deb bilasizmi? Baxt pulda yoki hashamat va yana sovg'alarda emas. Haqiqiy baxt bu e'tiborda. Xayolingizga keltirib ko'ring. Sizda hamma narsa bor, keragidan ortiq. Lekin sizda e'tibor yo'q. Xohlagan narsalarni ola olasiz, ammo e'tiborni emas. O'zingizni xursand qilasiz u shu narsalar ortidan esa mehr qumsaysiz. Endi tasavvur qiling. Sizga mehrli, sizning ko'nglingizni og'ritishdan qo'rqadigan, sizni xafa bo'lmasligingiz uchun, kulguyingiz uchun jonini fido qiladigan insonlar. Uxlaganingizda va uyqudan turganingizda borligingiz, faqat siz borligingiz uchungina shukr aytadigan insonlar borligi. Siz olov bo'lsangiz sizni sovutadigan, muz bo'lsangiz isitadigan, sizni boringizcha qabul qiladigan, har qanday holatingizga ko'z yuma oladigan, tushunadigan insonlar yoningizda bo'lsa, menimcha haqiqiy baxt shu.